Assalamu alaikum qarindoshlar, yana bir xo'sh xabar. Bugun hesabda qonun ma'qullandi desak bo'ladi. Necha vaqtdan biz zar qaqshab oqidan yugurib yurgan, u tarafdan bu kam bo'lib qapti deb bu tarafga u tarafga ishtirilib uzun so'zilgan qonun mana bugun Kengash palatadan butunlay o'tdi. Uyg'ur Amerika uyushmasining va proyektning adamlari bordi. Qarindoshlar, bu bir xo'sh xabar. Qonun o'rnidan midirdi. Naiti ko'nglim yerim bo'lgan. Şanghalning ma'qullanib bo'ldi, Tayvanning ma'qullanib bo'ldi, Tibetning ma'qullanib bo'ldi. Men 3 qitim xalqimga xo'sh xabar berib bo'ldim bu qonun nima uchun ma'qullanmay u yoqdan bu yoqqa ishtirildi. Sizlarning mushu Ramazonda, ulug' oy, ulug' kunlarda mush uyda o'tirib, hammamizning kech kunduz Allohdan tilab, ro'z Ramazonni tutib, Xudoning og'amchisiga esilganligimizning natijasidir qarindoshlar. Xalqimizning oshadagi ohu-zorining natijasidir qarindoshlar. Muşun neçə vaxtıdın 70'lab 80'lab Uyghur Amerika uyuşmasının bort əzaları bütün muş Washington ətrafındakı barlıq Uyghurlar Kongressinin işində aylab küllab yugurub yurgan qonun ma'qullanıb ətə ötüş aldı da qarindoshlar. Ətə ötüb ketdi o palatadan. Çünki bular midirdi özləri ötküzümüz qat'iy muşunu qılmasaq olmaydı da. Qarindoshlar, hesabda ma'qullanıb ketdi desək mi bo'ladi? Bu biz için etqanda nayet çok hoş haber qarindoshlar. Xalqimiz turmudan chiqishchi. Xalqimiz lagerdan azat olsun. Xalqimiz Xitoy ülkelerinden qaytirib kelsin. Setilayotgan narisiydi qizlarimizning qisasini yaqisdan tutib, Xitoy faşistlerden aladigan kunlarimizning ko'riga selindi qarindoshlar. Allah bu Allah'dan beizni bo'lgan ish emas. Biz 10 yillardan beri mushu qonun o'tsa, mushu qonun bir o'tib ketsa deb İştattaki ayallar, ailelikler, mesela Aşbahargul, Kaliforniya'daki, Los Angeles, San Francisco'daki barlık aileliklerden tatip, kadırlardan tatip, muşu maysemlerinin etrafındakilerden tatip, muş ailede oturavatkan, hizmet işlevatkan barlık doktorlarımız, masterlarımız, xat yazıp, kongres kılıç hükümeti, toxtumay xat yazıp, özü turavatkan iştattaki, barlık kongres azaları, senatör azaları ile sözleşip, bütün Amerika'daki Uygurlarının birdek kuş çıkarışı bilen bu kanun bugün meydana geldi. Bütün dünyadaki Uygur qarindoshlarımның dairlerinin berekatı bizning qo'llaganligi bilen bu kanun bugün ma'qullanish oldi tuturladı. Mana birsidan o'tdi, yana birsidan at o'tib ketdi. Qonunni ma'qullandi deb qilsang bo'ldi. Men 3 qitim xo'sh xabar berib yolg'on cho'p qolganligim uchun bakmi xijil bo'lgan. Yana endi bugun bu xo'sh xabarni berdim. Xudoyim bursa ati yana birsidan o'tib ketib ma qonunning xo'sh xabarini mushu Ramazonda anglaysizlar qarindoshlar. Bütün kesellerden Allah bizni aman qilsin. Allah bizge bir yaxshi ishni açtı qarindoshlar. Rahmet sizlarga qarindoshlar. Amerika hükümetiga rahmet. Avval mushuni demaptimi? Barlıq parlament azalarına, Aksaray, Kongres, Senatör, kişilik hukuk teşkilatları ve barlıq jurnalistler biz üçün hizmet kılan barlıq Amerikalıqlarga ve chet eldeki barlıq tədqiqatçılarga çin ko'nglimizdan rahmet etimiz qarindoshlar. Rahmet.